O'z qo'llaringiz bilan shunaqa chiroyli zako'rkalarni tikib berishni xohlaysizmi? Qizalog'izga unda yaqinroq keling. Buning uchun bizga zarur bo'ladi 3 santimetrga 62 bo'lgan razmerdagi lentamiz kerak bo'ladi, qizlar. Rezinkasi uchun qizlarjonlar 10 santimetrga 50 santimetrli lentamiz kerak bo'ladi, qizlar. Hammasini yozib, tushunarli qilib ko'rsatib o'tyapman. Yaxshilab ahamiyat bersalaring, sizlarga ham inshaalloh chiroyli bo'lib o'xshaydi. Lolachasi uchun zarur bo'ladi bizga 11 santimetrga 11 santimetrli to'rtburchak matodan ikkita bo'lak zarur bo'ladi bu qizlar. Yana bizga qizlarjonlar 18 santimetrli shunaqa ingichka rezinka zarur bo'ladi. Kim xohishiga qarab enli rezinkadan foydalanishi mumkin bo'ladi. Kimdir qo'lda, kimdir mashinada tikadi. Rezinkani bir-biriga ulagan holda yumaloq shaklga keltirib olamiz. Ko'rsatib o'tganimdek qilib materialni orasiga shunaqa rezinkani olib tikib olasizlar. Men qizchalik paytimda bizda lentalarda taqish urf bo'lgan, shu paytda maktabga lenta taqib borish urf bo'lgan. Shunda qo'limizni bunday qilib turardi, onajonlarimiz baylab, chiroyli qilib taqib qo'yishardi. Menga u oddiy holat yoqmas edi-da qizlar. Lekin men shu bolaligimdan boshlab uni har xil shaklga keltirib, igna bilan tikib, unga rezinkalarni o'rnatib olardim. Sizlar ham qizchalaringga o'rgatib tursalaring, o'z qo'llari bilan shunaqa chiroyli zako'rkalarni tikib oladi yoki o'zlaring tikib berasizlar. Bu ularda qanaqa ko'nglini ko'tarishini keyin his qilasizlar-da qizlar. Lolamizni bandini shunaqa to'rt buklovda tikib, tayyor qilib olamiz. Bandiga lolachalarni o'rnatib chiqishni boshlaymiz qizlar. Qaranglar, ko'rsatib o'tganman aniq-tiniq. Kim tushunmagan bo'lsa, Telegram kanalimga o'tib olsalaring, albatta to'liq videosini tashlab qo'yaman. Undan ko'rib olishlaring mumkin bo'ladi. Faqat unda ovozsiz bo'lib qolganda qizlar, lolachalarni tikib olganimizdan so'ng bandni uchiga mahkamlab o'rnatib olib, orasiga sintifon solamiz, ozginadan solib, uchlarini ozgina chimdib tikib qo'yamiz qizlar. Buni mashina bo'lishi shart emas. Dangasa bahona topadi va imkon topadi. Qilmoqchi bo'lgan odam imkon topadi-da. Shunaqa. Imkonim qadar shunaqa videolarni ko'p joylab borishga harakat qilaman. O'z qo'llaringiz bilan shunaqa chiroyli go'zalliklar yaratib bering qizlaringiz uchun. Ularning ko'ngli shunaqa ko'tariladi. Men ko'p qilib berardim qizlarimga. Ko'p vaqtim bo'lardi. Hozir nihoyatda kam, cheklangan vaqtim. Zakatlarda zo'rg'a ketib olyapman. Shuning uchun o'zim ham kichkina qizimga kelganda vaqt topolmay qolyapman. Bugun sizlarga o'rgatish bahonasida shu qizchamga taqib qo'yaman. Hozir bog'chada. Qolgan zako'rkalaringni kommentda rasmini kutib qolaman qizlar. Shunaqa foydali ma'lumotlardan quruq qolmaslik uchun qizlarjonlar, menga obuna bo'lishni unutmanglar. Qo'llab-quvvatlab, layklarni bosib, repostlarni qo'yib turinglar qizlar. Men sizlarga shunaqa chiroyli manfaatli videolar bilan kelaman inshaalloh. Montaj qilinmagan to'liq videoni Telegram gruppamga tashlab qo'yaman. Attan o'tib ko'rib olishlaring mumkin bo'ladi qizlar. Hammasini faqat ovozsiz bo'ladi qizlar. Santimetrlari, tikilish jarayonlari hammasi to'liq qilib joylangan. O'tib ko'rib olinglar qizlar. Birga rivojlanamiz qizlarjonlar. Olg'a.